Assalomu alaykum qizlarjonlar. Men ikki qizning onasi sifatida ularning sog'lig'iga juda ham jiddiy qarayman. Men uchun hammasi boshdan boshlab tinch va tushunarli bo'lishi muhim. Qizlarim tug'ilgandan faqat bitta pediatrga borishadi. Biz o'zimizning pediatrimiz Shahlo Salahiddinning tavsiyalari bilan birga bolalar uchun check-up, ya'ni sog'liqni kompleks tekshiruvdan o'tkazdik. Menga yoqqani hammasi oldindan o'ylangan. Bola yoshiga mos va faqat kerakli tahlillar, ortiqchasi yo'q. Ortiqcha to'lovlarsiz, hammasi bosqichma-bosqich, tinch va stressiz o'tdi. Rostini aytsam, qon olishdan xavotir olgandim, lekin qizim hatto sezmay qoldi. Shundan keyin tushundim, agar check-up qilinsa, darrov to'g'ri joyda qilish kerak. Agar siz ham ortiqcha tahlillar va ortiqcha to'lovlarsiz tekshiruvdan o'tmoqchi bo'lsangiz, bolajoningiz uchun Meros klinikasidagi bolalar check-upini tavsiya qilaman.